Hammani qiynagan yana bir savollardan biri geometriya yo'q, funksiya grafiki ekan. Ko'pchilik kommentariyada so'rayapti, ustoz funksiyalardan ko'proq ko'rib bering, biz shu mavzuga qiynalamiz deb. Demak, berilgan qarang. Funksiya grafiki parabola bilan ildiz x funksiya grafiki berilgan. Va A va B nuqtalarida parabola kesib o'tadi, B nuqtada ikkalasi ham bir-biri bilan kesib o'tadi. Mana bu yerda so'ragan A shartida A kara S taqsim B kara K qo'shilgan 9 so'ragan. B holatida mana bu yerda to'g'ri burchak olsa bo'lar ekan, shu to'g'ri burchak yuzini so'ragan ekan, yechimga o'tamiz. Yechim, demak biz parabola tenglamasini hosil qilishga harakat qilamiz. Tenglamasi bizga kerak, ko'proq tenglamasi kerak. Bilamizki, funksiya nollari 1 bilan 3 bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lsak, funksiyani mana bu pastki nuqtasini topib olamiz, 2 ekan. Ya'ni x soni bizga 2 ekan. Xo'p, fx teng deb yozamiz. Fx mana bunga teng deyapti, lekin bizni bu emas, boshqacharoq formula qiziqtiradi. Ya'ni kvadrat funksiyani mana bunaqa formulasi ham bor edi, ya'ni tenglamasini. Funksiya nollari bo'lsa, mana shu tenglama bilan funksiyani hozir qilsa bo'ladi. x1 bizga 1 ga teng, x2 3 ga teng. A kara x ayrilgan 1, x ayrilgan 3 ekan. Ana endi A ni topish uchun bu ikkita nuqtadan tashqari yana bitta nuqtamiz bo'lish kerak edi, lekin biz shoshmaymiz. Hozircha bu shunday turib tursin. Ana endi biza mana bu gx funksiyani taxminiy mana shu holatda kelgan, lekin unga tegishli bitta nuqta berilgan. 9 da 4,5 ni oladi degan. U faqat gx ni o'ziga tegishli bo'lganligi uchun y o'rniga 4,5, x ni o'rniga 9 qo'yamiz. Demak, pastga yozamiz. Xo'p, 4,5 teng k ko'paytirilgan ildiz osti 9. Bundan 3 chiqadi, k ni topsak, bizada 4,5 ni 3 ga bo'lsak, qiymatimiz 1,5 degan qiymat chiqadi. Ana endi k ni qiymat chiqqandan keyin gx ni yozib qo'yaylik. Gx teng 1,5 ildiz osti x degani. Ana endi mana gx topib oldik. K bizga qiymat chiqdi. Xo'p, mana bu narsani keyinchalik davom ettiramiz dedik, qarang. 1 bilan 3 ning o'rtasida qiymat x son bo'ladigan bo'lsa, x son shunaqa narsaki, parabolaning xohlagan ikkita nuqtasining teng o'rtasida turadi. Mana bu nuqta 2 ekan. Ya'ni mana bu o y o'qidan 2 masofada bo'lsa, demak mana bu 2 masofa, bu yog'i ham 2 masofa bo'ladi. Demak, umumiy AB masofamiz 4 ekan. Demak, mana bu nuqta qiymati 4 ekan. Xo'p, 4 x teng 4 da fx nimaligini bilmaymiz, lekin x teng 4 da gx nimaligini topsak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerga 4 ni keltirib qo'ysak, mana bu a qiymat chiqadi. Xo'p, yozamiz. Ya'ni bundan keladi f4 teng j4 ga. Chunki 4 da ikkalasi ham bir xil qiymat olgan. Mana fx ham shu 4 degan nuqtadan o'tyapti. Lekin j4 topishim uchun men bu yerga keltirib 4 ni qo'yaman. 1,5 ko'paytirilgan ildiz osti 4, bu bizga 3 ekanligini beradi. Demak, f4 ham 3 ekan. Xo'sh, demak mana bu qiymat bizga keldi. Funksiya gx fx ekan. Fx 0 da 4 ni ham 3 ni olar ekan. 4 da 3 ni oladi va f 0 da ham 3 ni oladi. Shundan keladi, x o'rniga 0 ni keltirib qo'yib, y o'rniga 3 qo'ysak, mana bu a ni topsak bo'ladi. Demak, yozamiz. 3 teng a ko'paytirilgan 0 ayrilgan 1, 0 ayrilgan 3. Bu yerdan a ni topsak, a 1 ekanligi keladi. Bundan keladi fx teng, keltirib 1 ni qo'yib shuni ochib chiqsak, x kvadrat ayrilgan 4x qo'shilgan 3 degan narsa hosil bo'ladi. Bizga bundan keladi a teng 1, b teng -4, c teng 3 ekanligi chiqadi. Keltirib mana bunga qo'yamiz a sharti. Xo'p, a kara c, a ning qiymati 1, a kara c taqsim b kara k qo'shilgan 9 desak, a ni o'rniga bir olamiz. C ni o'rniga, demak, kvadrat funksiyani ozodxati 3 taqsim b ni o'rniga -4 olamiz. K ni o'rniga mana bu yerdan k ni topganmiz. K 1,5 qo'ysak, ko'paytirilgan 1,5 qo'shilgan 9 desak, buni qiymati 1 degan javob chiqadi. Endi siz b shartini qanday topasiz? Mana buning qiymati 4, mana buning qiymati 3. S teng 4 kara 3, natija 12. Yechimda ayrim joylarda plyus-minuslar xato ketgan bo'lishi mumkin. Boshqa misollarimizda ham bo'lish ehtimoli bor. Biz tezroq ishlab berishga harakat qilyapmiz. Buni usulini o'rganing. Bunga o'xshagan savol tushsa, hech qachon xato qilmang. Like bosing, yaqinlarga jo'nating.